Shukur aka vijdonla degan nima degani bilasizmi? Likkilla degani ekan. Likkillata olmadim. Zato shuni mikrofoning ushlab gapirib. Shukur aka. Ha. Ovozim baland chiqishini qarang. Shukur aka. Bilasizmi? Endi to'g'ri, yaxshi, hammasi yaxshi. Mana Oybek ham chiqib chiroyli qo'shiqlar aytdi, lekin bilasizmi? Shu Mirzabek aka bor-ku. Ba'zida juda oshirib yoradilar-da. To'g'risi. Rostam. Har qanday jan oshirib olib jimon. Oxir bit. Bachkana ko'ryaptilar hamma sanchi. Ba'zan qatroq gapiraver. Tomi ketib qolgan. Chegaradan chiqib ketyaptilar oxir bit. Shukur aka. Na chiqib. Bilasizmi? Yaxshi ustoz, lekin to'g'ri men haligi muhokama qilishga balkim hali yosh durman. Lekin mana multfilmga bergan ovozini qarang. Qaysi? Kecha boru. Vasiliy. Men o'zim qo'g'irchoq fakultetini tugatgan, mana ovozni qarang. Vasiliy. Shu ham ovozmi? Sekiroq gapirasanmi? U multfilmga mana bunday ovoz berish kerak. Vasiliy! Vasiliy! Qarang, ovoz. Ko'rdingmi, mana bu ovoz. Ovoz. O'zim men ovoz berishim kerak edi shunga. To'ppa-to'g'ri. Sen ovozini berish kerak, lekin men Mirzabekka berib yubordim. Ana ko'zlari yo'lingda bor kinosi. Ha. O'sha kino o'zi menga bag'ishlab yozilgan. Mana menga qarab, ko'zlaring yo'lingda desa bo'ladi. Yo'lmisan, yo'l bepoyon yo'l mana. Haqiqatan Shukur aka. Mirzabek uni o'ynab qo'yish shuni. O'sha kinodagi qo'shiqni qarang. Shu ovozmi shu? Ovoz emas bu ham. Jonon bo'laman deb. Mana o. Yoki bo'lsa she'r qilib aytsa bo'ladi. Jonon bo'laman deb. To'ppa-to'g'ri. Hammani qarang qanaqa Bu gaping bilan nima demoqchisiz? Bilasizmi, o'zi mana Mirzabek ham yomon, yaxshi emas. Endi faqat meni fikrim bilib emas. turibman, vali, bilib turibman. Yoqtirmayapsan Mirzabekka. Yo'q, xuddi sizdek. Bilib turibman. Mana odamlardan ham so'raylik. Odamlarning fikrini bilaylik. Faqat bizning fikrimiz emas. Odamlardan ham so'rashimiz mumkin mana bemalol. Kimdan so'rashimiz mumkin? Mirzabek haqida o'zingiz mana shu singlingizdan mana birinchi qatorda o'tiradi. Birinchi qatorda. So'rash nimadir ekan? Nima deysiz Mirzabek akani san'at haqida? Juda ko'p gapirdilar. Juda. Yonlarga opamizdan. Nima deysiz? Haqiqiy talant. Uzr, esimda Bilet yo'q. tekin olgansizda shuncha talant deysiz dedi. Esimda yo'q. Birinchi qatorda qarindoshlar yaqinlar o'tiradi. Sana bunday birinchi qatordan so'rayman. Mirzabek akani san'at to'g'risi nima deysiz onaxon? Mirzabekka O'smingiz uchibdi. O'zbekiston xalq artisti Nobel. Ya, cho'ti, bular ham yonlarida. Hamma dilning gapira olmayapti. Yo'q, gapiring, siz gapiring. Uka, og'aynim, baribir haligi nima deydi? Joy topolmabsiz. Bir alamingiz bordir. Gapirtir shu odam gapirtir. Stulda o'tiribsiz. Gapiring. Nima deysiz Mirzabek akani san'at to'g'risida? Mirzabek akam san'atlari zo'rsan. To'g'ri, san'atlari zo'r. Nima deysiz o'zlari haqida? O'zlari juda yaxshi inson. Rahmat. Mana Mirzabek akani tanishlari faqat Mirzabek akani ko'rgani keldingizmi? O'zi sizlarni ko'rgani ham keldim, hozir sal permotga qorgim keldi. Nima qorgim keldi deydi? Men tushunmaydigan tilda gap o'tga dedi. Priyoningizdan o'z biletingiz bormi sizni? Men o'tirib olib permotga deysan? Bilet bormi? Охрана. Ey, security. Men qarang. Tushunadigan tilingizda gapiring. Security. Mana security mi nima? Bu tomonda qarindoshlar ko'p ekan. O'tirib olib, o'zi stulda o'tiribsiz. Mana aynan. Siz nima deysiz san'at to'g'risida? Mirzabek ham zo'r odam. Voy, zo'r odam, aynan. Siz mo'ylov qo'yamanda og'ir bo'lmang. Qoshingiz o'rtasini pastga tushirib qo'ying, mo'ylov bo'ladi. Ko'rsatinglar. Kurumni ko'rsatinglar. Manga qara, ey. Va, nima deysiz? Nima deysiz, opa? Mana shu. Он же самый лучший, вы что? Вы что? Я не что? Haligi rus qizi sizmisiz? Zvuk yetmayapti degan. Voz тоже очки самые лучшие. Душя gapirdim, нормальныйmi? Gapiryapman-ku. Ani что? А он лучше, а мы? Ya mana, kimdan so'raymiz? Jon aka. Aynan dilingizda nima? Tishlari yo'g'an, tishlari yo'q, ey. Tishlari yo'g'an, unda qoch, ey. Qoch. Yaqinlashma. Bir gapingiz bordir. Ayting. Gap yo'q, ha? Socham yo'q, gap ham yo'q.
Mana shu mo'ylovda gap ko'rdim mana shu odamdan so'ra. Gapiring, aka gapiring. siz mana galstiklarni qarang. Uzr galstik ekan, men mo'ylov davomida bo'ylabman. Uzr jon aka. So'ra. Ya shukr aka, qarang, shu odamdan hozir bir aqliy fikr chiqishi kerak. Bilasizmi, mo'ylovni erkak kishi nima uchun qo'yadi bu? Bilasizmi? Ulfatchilikni yaxshi ko'radigan ko'p erkaklar mo'ylov qo'yar ekanda, ulfatchilikni oxirida kayib oshib qolganda og'izda arenturni topolmay qolmasligi uchun. Voy, sen so'ra Mirzabek ham. Rosa kayib bo'lib qolganda zo'rda mo'ylovni silab tagiga to'kiraveradi. Aka, jon aka, tanishganimdan xursandman. Hali tanishmadimmi? Nima deysiz? Yo'q, qo'ying. Gapiring. Qo'ying, uzr. Qo'yinglar deyaptilar, qo'y bitta. Yo'q, o'z holimga qo'ying deyapti. Aka, gapiring, nimadir demoqchisiz bor, sezib turibman. Yeting. Mana hozir sizni chiqishingiz, Shukurlarning chiqishi bilan bir yarashib turibdi. Bitta qarsak bo'lsin shu odamga. Malades. Bu yoqqa keling, siz tepaga o'tkazib qo'yamiz, bu yoqqa keling. Ko'ring, birinchi qator o'tkazadi, bu yoqqa keling. To'g'ri. Men birinchi qatordan joylasiz, keling. O'zlarini tanishtirsinlar, shu odam kim? Otingiz nima, ismingiz nima? Men Farg'onadan. Qarang, ismi Farg'onadan ekan. Farg'onadan. Otlarni so'ra. Otim Mahkamboy. Mahkam, qo'ring. Mahkam. Stulga mahkam o'tirib olganini qarang. O'zi mahkam ismini yaxshi ism bo'ladi. Men turg'izsam stol bilan birga turadi shu odam mahkam. Baraka toping aka. Mana nima deyman, Mirzabek aka to'g'risan. O'zi to'g'risini ayting faqat endi. Nima olib qochmang iltimos. To'g'risi nima? Ha. Endi sahnaga chiqqandan keyin go mayman, go it. To'ppa to'g'ri. Endi bo'ldi. sahnaga chiqqanda bir odam bo'lib chiqsin deyman. Qarsanglar! Malades, chaqa bo'ldi. Tamam, Ajon yaxshimisiz? Salomatmisiz? Yelkamga urib qo'ying, ko'p qizlar qaradi, kina kirmasin. Ke. Ash bitta Farhod ekan mana mahkama ekan fikri. Qoyil, bor ekan. 4 ming odam fikri bo'lib ketdi hozir. Qoyil. Malades, Farg'ona. Shukur aka, ehtiyot bo'ling. O'zi kelyapti. Endi o'zi kelyapti. Mirzabek Xolmedov, qarsakinglar bilan kutib olamiz. Mirzabek Xolmedov. Assalomu alaykum Mirzabek aka. Hozir sizni maqtab turdik. Saqizga gapirib, Mana bular ukalarim mana, qadrdonlarim. Siz akamiz. Atirdi boshqasi siz. Hozir maktabsiz haqingizda ana kinolaringizni gapirdik, ko'zlaringiz shunaqa chiroyli o'ynagansiz. Ana Vasiliy. А вы что провокацию делаете? Давай, А? Что сказали? Nima? Ha, eshitmadi. Astag'firullah. Yaxshimisiz? Siz shantaj qilyapsizmi? Bizani hozir Mirzaga oldi. Shantaj юрит, она. Mirzaga, не верьте. Мы сказали про вас такие хорошие, скромные слова. Я сказал, Mirza такой хороший, очень красивый, такой вообще. Men aytdimki, Vasiliy degan ovoz haligi keshaga ovoz bergansiz. Shunaqa joyiga tushgan. U genialniy. Ko'zlaringiz yo'lingda kiyinasiz, shunaqa chiroyli o'ynagansiz. Mana bu yigit bor, siz muxlisingiz ekan. Mana shu yigit, ismingiz nima sizni? Ha? Kim? Turing, Usmon bo'ldi. Malades, Usmon yigit sizni ham bizani yomon ko'rar ekan, bizani peremontga qo'yargisi keldi, lekin sizni yaxshi ko'rar ekan shu bola. Siz haqiqiy muxlisingiz ekan. Malades, Usmon. Malades. Birga olib keting shu bolani o'zingiz bilan. Endi mana bu mo'ylovlik bor, mahkamda mana shu yigit sizni itdan ham battar yomon ko'rar ekan bu. Men ochiqni aytib qo'yay hozir, bu shunaqa yomonladi sizni, maymun bo'lyapti, it bo'lyapti deydi. Shu yaxshimi, men aka bu yaxshi emas dedim. Bu qilig'ingiz yaxshi emas dedim. Shu yaxshi qilmadingiz. Sal qoldi, qo'yib yuboraymi dedim. Voy, siz it bo'lyapti, maymun bo'lyapti deydi. Hayvon qilib qo'yapti sizni, qarasa indamasa. Rostdan. Men urgim keldi shu. Chiqib keting iltimos, masjiddan turing. Chiqarib yuboringlar iltimos. Men siz unaqa it maymun deydi, Nimaga unaqa deydi? Qizimsiz, To'g'ri aytibsiz. Birovga yoqasiz, birovga yoqmaysiz. Hammaga yoqasiz, Hammaga yoqasiz. Hech kim hozir yoqali kiyim kiymayapti. Yoqasiz. Rus qarang. Люблю deyapti sizni. O'tiring. Sahnaga chiqish mumkin emas. Pastga tushing. Mirzabek aka hozir men aytdimki, Mirzabek akam dedim, itni maymunni shunaqa o'xshatadi dedim. Bu polvon akam gapni buryapti. Voy, boshqa 200 damachi odam ekansiz. Aytdimki, shunaqa obrazlar bilan bolalarim shunaqa yoqtiradi. Obraz Astag'firullah. Nima deyapsiz? Mana xalq turibdi. Yo, polvon aka. Terpiyli ekansiz. Mana. Voy, tavba qilmagan odam qarang. Voy, polvon aka. Voy, bizani to'yga
Mana bittalaring bunaqa qilib yolg'on gapiradi. Ikkinchilaring cho'ntagimni ko'layapsizlar. voy tavba qildim. Mayda hozir $5000 pul bor edi, yo'q. Menga qarang, $5000 bo'lsa stulda o'tirasizmi? Yo'q. O'tiring joyingizga. Unaqa pulingiz bo'lsa, lo'jada o'tirardi. Hech kimda yo'q ekan. Olib qarashga qara, cho'yda $5000 bor, yana stulda o'tiradi. chiqishi yo'q. Hammani o'zi. Hosilboyvachcha. Berib dasturxon, dasturxondan bir $300 tursa kerak. Mirzabek aka, bo'pti, biz xato qilgandirmiz shart. Lekin sizni ko'nglingizni olish uchun endi bu shogirdlikda bir yaxshi bir sovg'a bermoqchiman. Shu xalqda olib bitta telefon sovg'a qilmoqchiman aka sizga. Chin dildan, ona sutimdan halol. Ha, ya. Bu. Voy. Voy, qayerdan bildingiz ularnikiligini? Yo'q, cho'ntagini kovlayotganingizni ko'rdim-da. Hop, yana chiqdi. Bo'ldi, o'tir. Rahmat, mana ko'rdingizmi? Menga sovg'a beryapti ustoz. Yaxshi gapirgan. O'tiring. Ha, shu gapingizga pul to'lashingiz kerak bizga, tushundingizmi? O'tiring. Turib olib $50 bor deysiz, turib olib. Sizlar nima dedinglar endi men to'g'rimda? To'g'rimi? Yaxshi gapirganimiz yo'q. Mana gul kiyapti mana. Sizga gul olib kelayotgan odamni Yaxshi gapirdik. e'lon qilmoqchimiz xolos. Hammaga bitta gul kiyapti mana da. Menga, Uchinamiz berib chiqadi, bu ko'rdingizmi? sizga, bu Shukr akaga. Qayerdan? Turkmanistondan keldik sizni ko'rish uchun. Voy malladdes. Sizlarning juda muxlisimiz menda. Rahmat, salomat. Uchalamiz ana. Qadamingizga Rahmat. rahmat. Ismingiz nimada ismingiz? Turkmanistonlik mehmon ismingiz? Farhod. Malades, salomat bo'ling. Biz hammamiz shirin. Sog' Yo, bo'ling. ba'zan meni ko'rganda Salom deb qo'ying Turkmanistonliklarga hammaligiga. Shirinxon. Mavliya bera, mamnun olib. Hozir. Девушка. Tushunmadim. So'rasam mayli. Mirzabek aka Девушка, nimaga Qaskoq qo'qo. Shuning uchun sizni maqtab, Девушка, вы что сказали сейчас? Они про меня говорили плохо. Да? Gulni menga berib а мы что тогда? Мы плохие, что ли? Shoshma. Jamol. Как вас зовут? Jamoliddin. Венера, а нет, Шура. Лаби. Мы так не говорили, вы не говорите так, пожалуйста. Ya Neptun. Вы сейчас делаете нас в хиджалате мы сейчас. Rahmat. Sog' bo'ling. Возле него. Keling, rahmat. Baraka toping. Jamoliddin, Labi okajon. konsertni yozyapsizlarmi? Ha, hammasi yozilyapti okajon. Vali bilan Shukur gaplari yozildimi? Hammasi, ayniqsa hozirgi chiqqanlari shunaqangi tiniq yozildi. Qo'y berchi. Jamol, Voy, rahmat. molli qilmagin. Jamol. Ke bola. Voy, rahmat. Menga ham sog' bo'l. Katta yigit bo'lgin. Malades. Nuring sog' bo'lsin. Ehtiyot bo'ling. Mana. Sekarroch. Baraka top. Ha. Ovozim baland chiqishini qarang. Shukr aka. Labi. Bilasizmi? To'g'ri, yaxshi, hammasi yaxshi. Mana Oybek ham chiqib chiroyli qo'shiqlar aytdi, lekin bilasizmi? Gul kerak emas endi. Mirzabek aka bor-ku. Ba'zida juda oshirib yuboradilar. To'g'ri. Shoshma. Nima o'sha yerdan boshqatdan qaytarib yubor. Gul olib chiqaylik, iltimos. Mirzabek aka bor-ku. Ba'zida juda oshirib yuboradilar-da. Rahmat. Oynani sizdan Bu sog' bo'ling. Katta qiz bo'ling. tushuntir gap. Yaxshi. Rahmat. Boshlab qo'yib qotishing qara, yaxshi. Rahmat. Yo, Yaxshi. Hey. Osmaxon. Hey qiz. Osmaxon. Alo. Rahmat, sog' bo'ling. Qizim. sochosiz ekami. Siningizga bering, siningizga. Ana. Rahmat. Ukajonim menga berdi, men. Rahmat. Sog' bo'lsin. Konsertga qaytarib berarsiz. Eshitdinglik nima dedi? To'g'ri. Qaytar o'sha yerdan. Shu Mirzabek aka bor-ku. Ba'zida juda oshirib yuboradilar-da. Rahmat, qizim, rahmat, sog' bo'ling. To'g'ri. Yaxshi. Ya mana gullar so'lib qolyapti, men gulga nima qutga suv. Bu yoqqa keling. Labek? Oshirib yuboradilar degani tushuntir, nima gapirding, gapir. Bilmayman, oshirib yuboradi debsiz-ku mana. Bilasizmi, Mirzabek aka? Plus. Jon aka, Mirzabek aka bilasizmi? Oshirib yuboradi deganim to'g'ri aytdim. Sabab mana oxirgi paytda biz gastrollarga, to'ylarga boryapmiz-ku. Odamlarga bizga pul beryapti, oxirida qism tarqatayotganingizda pul berayotganingizda, "Vaqti oshirib beryapsiz-da, ko'p berib yuboryapsiz." Shuni gapirdim men. To'pot. Ko'proq berganingizda o'sha tatsindi mana o'sha bergan pullaringizga mana mashinadan olib. Shukur nima dedi? Qancha oshirib olib tushunib bo'lmaydi mana gapni oxir paytda.
Tashkina ko'ryaptilar hamma sen chim. ba'zan Mana ko'r. Qatura gapir. Mana. tomi ketib qolgan. Voy. Sizni polniydi Krisha. Nega? Esizdami qaysidir yillar shamol bo'lganda uyda tomi ketib qolgan. Hamma Mirzabek ham tomi ketdi. O'shunda men shipirlarni men yiqqanman aka. Gullab olib qo'yib bo'ldi. Chegaradan chiqib ketyaptilar oxir paytda. Shukr aka. Qozog'istonga chiqib kelyapsiz, chegaradan chiqib, Qozog'istondagi. Yaxshi ustoz. Chegaradan chiqib kelyapsiz. Chegaradan. O'sha chegaradan chiqib ketyaptilar. Javobi Qozog'istonga chiqib kelyapsiz, bor to'ylarga, konsertga borib. O'shani aytdim-da, men chegaradan chiqib ketyaptilar O'zbekistonda. Bilasizmi? Yaxshi ustoz, lekin to'g'ri men haligi muhokama qilishga balkim hali yosh durman. Lekin mana multfilmga bergan ovozini qarang. Qaysi? Kesha boru. Vasiliy. Men o'zim qo'g'irchoq fakultetini tugatgan, mana ovozni qarang. Shu ham ovozmi? Sekinroq gapirasanmi? U multfilmga mana bunday ovoz berish kerak. Vasiliy! O, Vasiliy! Qarang. bo'ldi, Jamol bo'ldi. O'chir. Bo'ldi, sen ham haddingni ochding, mollik qolsan shu paytda. Bu просто multfilm o'sha paytda bu chalapilcha eshitgan bu multfilm. O'zi Xazanov aytgan, Mirzo ovoz bersa, men roziman, pisabillah degan. O'sha paytda Xazanov shunaqa degan. O'sha roziman degan. Men sal Bular-ku mayli. Sizga nima bo'ldi, ukajonim? Okajonim, men nima dedim? Aka edi-ku. Siz bilan qonga qon, jonga jon okajonim. Vujudim bilan siz uchun. Tur bersiz, tur beraman aka. Любой joyda. Rahmat sizlarga. Ovora bo'lsangiz ham ertalab oldida tura olmaydi. Rahmat. Mirzabek aka, bu albatta sal hazilida, to'g'risini aytsak, biz Olib sizga chiqing. bir boshqacha sovg'a tayyorlab qo'yganmiz. Olib keling, qarsakinglarni Qarsa chalib yana. qo'yinglar, bir hazillashdik endi bir. Hazillashdik. Qani, Bismillahirrohmanirrohim. Cho'ponni kiydir. To'pini ol. O'ng qo'l bilan orqasiga Mirza deb yozilgan. Ustoz bo'lsa shunchalik bo'lar, shogird bo'lsa shunchalik bo'lar. Baraka top. Qani bir ustozni kiydir. Kiydir ustozga. Bismillahirrohmanirrohim. Rahmat. Qani. Mana to'plar bilan. Qani, bundoq. Ana endi sunnat to'yini boshlaymiz. Qani? Ha! Choping yo'qdan buyoqqa, choping Mirzabek aka. Ha! Uyat bo'lmas, ishton kiymay yursa ham to'y bo'lar. Ha! Taliyog'achdan to'choq qilar, ot qilar. Dadasini ot qilar. Ha! Menga emas ekan. Mana qara, bu yoqqa, hey, bu yoqqa. Rahmat. Bu yoqqa. Rahmat do'stim, sog' bo'ling, boshingiz omon bo'lsin. Rahmat. Sog' Sen bo'ling. ko'staydi qolasiz. Rahmat. Sog' bo'linglar. Mirzabek aka, shuncha yildan beri mana shu xalqni xizmatda yurasiz, mana shu sahnada xizmat qilasiz. Doim odamlarni kuldirasiz. Keling, sizga biz ham bir xizmat qilaylik. Shogirdlaringiz xizmat qilsin. Nima dedinglar, a? Rahmat. Qarsa chalib qo'ydi. Qo'yib ketaver, ha? Malades. Oldin Leninga qo'yib ketardik, haykalga shunaqa qo'yib ketyapti. Rahmat. Mirzabek aka, shuning uchun bir pastga tushib o'tirsangizda, bir sizga xizmat qilsak, Shukur aka aykalamiz. O'tir, keling. Sizni kuldirsak, Keling. ko'nglingizni ko'tarsak. Aka, turib turasizmi? Aka, Turing, siz ham biletingiz bor. Turing. pulga olmagansiz Turing. Tushunching, shu odam bo'ling. O'zi bu stul Mirzabekga qo'yilgansiz, o'tiryapsiz. Yaxshimiz, salomatmiz, sog'lig'ingiz yaxshi. Men sizni tanidim. Bu yigit Qahramon degan yigit, bu samarqandlik qiziqchi. Yo'q-e? Ha, san'atkor. Jizbiz degan qiziqchilar teatri bor edi. O'ktam sherigi bor edi. Xudo rahmat qilsin, o'tib qoldi olamdan. Bu endi sog' bo'ling. Rahmat, boshingiz omon bo'lsin. Men siz bilan taniyman bularni. 5 ta qizi bor, bitta o'g'li bor. Izlanuvchan ekan. Rahmat. Ha, sizga rahmat, sog' bo'ling. Boshingiz bo'ldi, gap so'z yo'q. Naryoqda o'tiravering. O'tirib oling. Necha yoshga chiqdingiz? Bugun tug'ilgan kuni ekan shu yigitni. Boya gapirdim menga. Nechiga to'ldingiz? 45. 45. 45. Sog' bo'ling, rahmat. Oz qopti. Ahmoni katta kichigi bo'lmaydi. 50 da. Sog' bo'ling, men. Birga o'tiramiz, keling. Yo'q, Mirzabek, iloj boricha. Sog' bo'ling. O'zi o'tiring. Bo'ldi. Salom. Qarang. 45 dan zanga. Yaxshimisizlar?
O'tiring, orqaroqqa o'tirib olavering. Hormaylar. Orqaroqqa o'tirib olavering. O'tib olsangiz Qaqqa bo'ldi. o'tirib oling. Ayni keyin boshlaymiz. Siz yo o'tiring, siz Siz o'tiring. joyingizda o'tiring. Siz O'tiring, ha, to'nda juda chiroyli. Chaqaloqni haydayapmiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling. Mirzabek yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Hormay charchamayapsizmi? Rahmat. Men sizni ashaddiy muxlisizman. Ey, menga qarang, bo'lyapsiz konsert. Bo'ldi, muxlis bo'lsangiz. O'ting. Chopon bilan do'ppini pulini berib yuborasizmi? Men tushunmadim. Menga Valijon bilan Shukrullo ukalarim kiygizishdi cho'ponni. Shu ukalaringiz aytishdi, kimga kiydirsak o'shandan pulini olasan deyishdi. Rahmat. Nech pul ekan? Ey, Chopon 100 ming, do'ppi 25 ming, jami 150 ming. 125 mingga 25 ming qo'shib yubording ukam. Yo'l kira 25 ming aka. ey, Shukur aka, nima pulini bermadingiz? Nima pul? Sizga berib yuboruvdingmi? nimaga baqirasan, Nima bermadingiz pulini? Qaysi pulni? Yig'ib berdik-ku 130 ming. Chopon pulimi? Ha. Esdan chiqib qoldi, ko'rsangchi. Aka, men o'zim Abed qilib yuborma, bilmasdan gaplashamiz. Ustozni xijolat qilmang. Uka, o'zim men sizga 2 barobar qilib berib yuboraman. Faqat konsertdan keyin kelasiz, xo'pmi? Konsertdan keyin keling. Konsertdan keyin? Ha. Shuna bu yoqdan kelib Valijon desangiz kirgizib yuborishadi, o'zim berib yuboraman. Orqadan kelasiz. Qochib ketmaysiz? Bo'ldi, tushundim. Rahmat, salomat bo'ling, rahmat. Konsert tugagandan keyin bu yoqdan kelasiz. Sizga rahmat. Nima boyga yigitga ukam yordam berib yuboring. Ey yigitlar, bir narsani aytib qo'y, konsert tugagandan keyin birortasi meni Valijonni so'rab kelsa, hech kim kirgizmaylar. Buni olib qo'yingiz. Ko'rsangchi sana. Men kiydim endi. Meniki bo'ldi. Ha, sizga Necha yildan beri niyat qilib yurardik, oxiri kiydirdik. Kiydirdik degani san'atchilarning tilida kidat qildik degani. Rahmat sizlarga. Ya. 30 yildan beri hech kim sahnadan tushira olmagan edi. Rahmat. Rahmat. Sog' bo'ling. Sen şu kechda pasqara tushib ketasan hozir. Bir kayfiyatingiz ko'tarilib beraman, bir o'zim sizga kayfiyat Kayfiyatim beraman. juda ko'tarildi. Rahmat sizlarga yigitlar. Sizga atab bir Rahmat. 10 ta bir qaynonalar gap qilamiz deb kema sotib olishdi. Kema arendaga olishdi, kemani. Har kemaga o'tirishgan, yo'ndi kichkina kemada kelinlari 10 ta. Qayoqdan keldingiz? Xullas. Qayoqdan keldingiz? Toshkentdan Toshkent. Toshkent, yaxshi rahmat. Salomat. Mayli, sog' bo'ling. Hozir maqtayotdingizmi? Mayli. Pulini berib yuborarsiz bo'lmasa? Mayli. Bizdan ham aziz bo'lib bering ukam. Toshkentlikmisiz? Qadamingizga hasanat. Yaxshi. Mirzabekga qaynonalar 10 tasi kemada ketishyapti. Gap. Yondi kichkina kemada kelinlar. Kimlar? Kelinlari. Kelinlar. Ular yordam berib turishgan. Hech bilmadingiz biletni. Bilmadim. Allohda ajdaniga tushdim shekilli. Qaynonalar Xo'p, gap o'ynab kema olishibdi. Kemada ketishayotgan ekan. Yonida kichkina kemada kelinlar ekan. Kema bir to'fon bo'lib, to'mparilish boshlabdi. To'mparilishi kema. Kema to'mparilish boshlaganda, assalomu alaykum. Onaxon, uzr sizga orqa qilib o'tirib qoldim. Yaxshi. Sonlaringiz yaxshi, Alo. bardamsiz. Yaxshi o'tiribsizmi? Alo. Onaxon bor ekanlar-da, noqulay man yonim bilan o'tirib olaman. Salomat bo'ling, rahmat. Kemada 10 ta qaynal. Qo'shan pirivon ekan, juda qo'shin. Alo. Nima? Kema to'mparilibdi to'fon bo'lib. Qaysi To'fon. kema? Absataragam kemalari. Absataragam kemalari to'mparilib ketibdi. Absattar aka. Kim endi Absattar aka? Ha? Qo'shnilari bilan qo'shnilari. Salom ayting, xo'pmi? Kema to'mparilganda Mirzabek qaynonlar hammasi cho'kib ketib qolibdi endi. Cho'kib ketgan bu yoqda kelinlar xursand. Kelinlar endi shunaqa bayram qilayotgan o'sha endi o'yin kuliga Kelinlar yaxshimi hojiona degilar tinch, bolalaringiz yaxshi. Yaxshimisiz? Sog' bo'ling. Ha, shukrlar. Mana shuni Absatargamdan xabar olib kelib boring. Rahmat. Maza qildi. Rahmat. Davom etarsiz. O'zingiz. Shukrlar. Rahmat. Bitta kelin yig'layotganmish-da.
Hammasi. Qaynanam cho'kdi. Hey, voy, ovozi ham chiqmadi. Voy, ro'moli chirdi. Desa bittasi yig'lab o'tirgan. Voy, siz nimaga yig'layapsiz? Nimaga yig'layapsiz? Meni qaynanam bugun kim o'tidirmish? Shunaqa deb aytmoqchi edim Mirzabek aka. Qayoqqa kelmabdi qaynanasi? Ha? Qaynanasi qayoqqa kelmagan? Kelmagan. Tushunaman. Kelmagan. Mayli, xo'p. Latif aytib beraman men ham. Yo'q. Latifa shart emas. Ha, bo'ldi, men tushundim. Ustozimiz Mirzabek xonim aytgan Mirzabek akamga jiddiy narsalar yoqadi. Menga faqat jiddiy narsalar emas, yaxshi narsalar ham yoqadi menga. Jiddiy she'r aytaman unda. Mayli. Biz yurgan ko'chalarda siz ham yuring ukajon. Qarib qoldi sho'rli vali ham. 6 ta bolasi bor. Er bo'lsangiz lafzingizda 2 ta o'g'il, 4 ta qiz. Bolalarini aytib ketyapti. Er bo'lsangiz lafzingizda sodiq turing ukajon. Ko'chaning keng tori bor, ko'nglimning bir zori bor. Mard bo'lib oqibatdan qo'rg'on quring ukajon. Valijon, o'girilib yurib o'qing she'ringizni, o'girilib yurib. Ba'zan ko'p topdim deb, Cho'cham qolmadi, qarang, cho'childi. Ba'zan ko'p topdim deb, ba'zan esa kam. Oshgani yo'q, cho'ch chiqaray ahvolni. Mol davlat ishqida ko'z bo'lmasin nam. Xotin yomon bo'lsa choch to'kilar ekan. Keyin begona yastiqda yotsa ko'p odam choch to'kilar. G'am chekkan odamga eng oliy malham. Safarga borsa-chi, yastig'ingizni berib yuboring birga, olib ketsin. Oilasi tinch bo'lsin, mustahkam. Bunday baxt topganga omadlar bo'lib qoldi bu. Mustahkam oilada kelajak bordir. Agar ayol bo'lsa oilaning baxti, oila but pok bo'lsa erkakning ahdi, farzandlarida bo'lsa. Hoji aya otasi o'tib qoldi. Valijon otasi o'tib qoldi. Yetim bu ham, yetim. O'tgan yili shukr onasi o'tib qoldi. Teatr qirilib ketadi, onajon, sezasiz. Hayronamiz farzandlar budam. Botirxon degani bor, uni ham onasi o'tib qoldi. Bu dunyoni tark etdi dadam. Qarang, nervini bo'lib qolgan, qo'llarini qaltirashini sezasiz. Bag'ringizga bosing, qo'yib yubormang. Qopda chochlari. Erkak kishini soch to'kilsin, lekin obro'si to'kilmasin. Rahmat. Nima deyapti odam? Nervini neydi, qarang, nervini bo'lib qolgan, sezasizmi? Bag'ringizga bosing, qo'yib yubormang. Ancha ketib qopti. Bu dunyoda dadasi borlar. Ketib qopti dedingiz. Ketib qopti chochlari ancha. Choch ketdi. Tez boring, kuttirib bormang, bu dunyoda dadasi borlar. Onalar darvozani eshigini ochib kutib o'tirar ekan. Qaynatasi borlar-yu, qaynatasi. Erkin Komilov degan artistga o'xshaydi qaynatalari. Sen dunyo chalashding, kuldi bu dunyo, goh yo'ldan adashding, kuldi bu dunyo, chalashib, tortishib o'tding dunyodan, qah otganicha qoldi bu dunyo. Bu qarsaylarni hammasi Erkin Komilovga bo'ldi, sizga emas. Shu qarsaylarni hammasini olib borib beraman. Azizlar, men Siz nima dedingiz hozir? Bizning qo'shnimiz Erkin Komilov. Erkin Komilovmi? Bularga berib yuborasiz, qarsaylar. Qo'shni yaxshi o'tiribsizmi? Umringizdan baraka toping. Har zamonda bizni uyga ham chiqib turinglar, hamma. Yashay. ya qudratingdan bizni qo'shnilar kelmadimi? Sal jiddiyroq bo'ling, uka, sal jiddiyroq bo'ling. Haddingizdan oshib ketasiz, shukrki, mayli obro'si borida chiqib ketdi. Sizni qarang, tinmasligingizni yiqilgan kurashga to'ymaydi. Sen nariroq yuring, iltimos sizdan. Ana ketdi. Rahmat.
Вам нравится, да, наш Валиджан? Вам нравится девушка? Спасибо вам. Сейчас. Спасибо. Можно я к ней подойду и микрофон дам, пускай она скажет. Вот, извините, пожалуйста, я ради бога. Вы микрофон скажите. Не, сидите, Yo, девушка, o'tiravering, пожалуйста, atay o'tmoqchi. Сидите. Уй. Спасибо огромное, спасибо. Спасибо. Мне это... Спасибо, Рахмат. Tushaman? Вы на русском языке говорите, вы кто по нации? Я сама армянка. Рахмат, бита карсей бусин. Спасибо огромное, спасибо. Мана, Валиджан, мана, Рахмат. вас как зовут? Венерахан Сабулин. Рахмат, секин, укаджанам, секин. Venik nima, supurgi, gul nima bularga? Men hazil qildim, azizlar. Men ham hazillashdim. Men 24 yildan beri, 20 yildan ziyod shu insonning yonida xalqni xizmatda yuribman. Rahmat, Shukur sog' aka birga yuribdilar. Bir narsani bildikki, Mirzabek Xolmedovga xalaqit bergandan, ularga navbat bergan ming chondan yaxshiroq. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Mirzabek Xolmedov. Rahmat. Sog' bo'ling, rahmat. Valijon, salomat bo'ling, rahmat, salomat bo'ling.